Ha, shukur qilib yashaylik. Sababi mana konsertda ham shu narsa hozir aytilyaptiki, noshukrlik qiladigan insonlar ko'payib ketdi-da. Konsertimizda shunaqa yaxshi gaplar bor. Ba'zida baxtdan noliydigan odamlarga aylanib qoldik. Baxtdan noliydigan odamlarga aylanib qoldik-da. Aslida baxt mana o'sha haligi aytamanki, uyga kelsam ayolim aytdi, "Dadasi, jonimdan to'yib ketdim. Nima bo'ldi?" desa, "O'g'lingiz derazani sindiribdi" desa aytaman-da, "Ha, demak bizning o'g'limiz bor ekan-da. Ha, demak bizning derazamiz bor, demak uyimiz bor ekan." Bu baxt-ku. Aslida u bir paytlar o'g'limiz yo'q edi, Xudodan so'raganmiz. Uyimiz yo'q edi, Xudodan so'raganmiz. Bu baxt-ku aslida. Ana shunday, bu kichkina misol, lekin biza tomoshabinga aytmoqchi bo'lgan g'oyamiz, fikrimiz shuki, ba'zida baxtni ham nima ekanligini tushunmay nolib qo'yamiz. Baxtdan ham noliymiz ba'zida. Aslida o'sha narsa baxt bo'ladi.